Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد Niyat qildim, bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Ayollar esa erkaklardan farqli ravishda qo'llarini quyidagi holatda qo'yadilar. Avvalo sano duosi o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasi o'qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng Qur'ondan kamida bir oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorida qiroat qilinadi. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la. Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allohu akbar deb takbir aytib rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta
subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Ayol kishi esa chap yon boshini yerga qo'yib, ikkala oyog'ini o'ng tarafidan chiqargan holda o'tiradi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. Tashahhud quyidagichadir: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalomu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. So'ngra salovat o'qiladi. Salovat quyidagichadir: Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salovatdan so'ng duo qilinadi. Quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Allohumma ighfirli va li walidayya va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rohimin. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 2 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين